Bilim Күч jurnalining 2021 birinchi sonida e'lon qilingan yozmam chaqnagan yulduzlarimiz. Buningdan 5-6 yillar ilgari bir tijoratchi qarindishimiz Bostonni ziyorat qilganida menga o'zining Harvard universitetini ziyorat qilish orzusining borligini aytdi. Mehmonning yuzini qilish kerak albatta. Shuning bilan men u inimizni shanba kuni saharda Harvard universitetiga olib bordim. Maktabning qo'risiga kirishdan burun u menga "Muallim, to'ptashlarga mo'shu yerdan bir salom yo'llab atgan bo'lsangiz" deb bir talab qo'ydi. Uning talabiga binoan naq maydonda so'zlashga boshladim. O'mi naq maydonda tarqatqili turdi. Mana bu yer Harvard universiteti. O'zinglar kelolmasanglarmi, farzandlaringlarni talant sahnasiga chiqarmay, mushu Harvard universitetiga avatinglar. Men bu bir minutga yetmagan qisqagina so'zimning Uyg'ur jamiyatiga tizili tarqilib, ma'lum g'ul-g'ulalarga sabab bo'lganini keyin angladim. Yaxshi gap qilibdi deganlarmi, uningdan ilhom olganlarmi bo'pti. Shuning bilan birlikda o'rinsiz gap qilibdi, sahnaga chiqadigan san'atchilarni tushirib gap qilibdi deb og'ringanlarmi bo'libdi. Men yaxshi gaplarni o'rinliq deb qarab so'zlashga tirishganim bilan o'rinsiz gaplarni qilishdan har zaman ehtiyot qilib kelganman. Ammo to'g'ri deb qaragan fikrimni yutib olmay so'zlashga ham odatlangan ekanman. Shunga vatandagi qarindoshlarning bu kichikkina sinalg'u filmidagi u gaplar haqida har xil fikrda bo'lishini to'g'ri tushundim. Chunki har kim ma'lum narsani o'zining saviyasi va qimmat qarashiga moslashtirib tushunadi. Garchi mening muhojirlik hayotini yashayotganimga 20 yildan oshgan bo'lsa-mu, ammo mening xalqimizning kuchli bo'lishini orzu qilishim, bu haqda izlanishlarim ham shaxs sifatida tirishchanlik ko'rsatish amaliyotlarim yosh chog'larimdagi izchillikni saqlab keldi. Men oldi bilan ilm fanning xalqimizni kuchli qilishida o'ynaydigan muhim rolini qat'iy muayyanlashtiraman. Amerikalik mutafakkur, siyosiyon ham kashfiyotchi Benjamin Franklinning so'zi bilan aytganda, ma'rifatlik millatni hech kim mangu qo'l qila olmaydi. Shunga biz bir umumiy xalq sifatida ma'rifatga ahamiyat berishimiz, qanchalik zulmatli kunlarni beshimizdan o'tkazishimizdan qat'iy nazar, avlodlarimizni o'qitishimiz, o'qitgandimi dunyoviy yaxshi maktablarda, amaliy qo'llanishchanligi bor yaxshi kasblarda o'qitishimiz kerak. Asosiy ma'rifatni ching tutish bilan birlikda oliy ma'rifatda dunyoviy fan tadqiqotning raqobat to'lqinlarida uzalaydigan yosh tadqiqotchi olimlarimizning maydonga kelishiga turtki bo'lishimiz ham ularning dunyoning ilm fan sahnasi chaqnishiga rag'batlantirishimiz kerak. Men 23 yoshimda 90-yillardagi Uyg'urlarning egilik yaratish amaliyoti haqida boshlang'ich saviyada izlanishim asosida bizdagi kam narsalar mavzuliq qisqa yozmani yozib, Urumchida jurnalda e'lon qildirgan edim. Uningda shu yillarda millionlab pul topgan Uyg'ur tijoratchilarni korxonalashishga, kapital bilan texnika birlashgan zamonaviy korxonalarni qurib chiqish orqali sanoatlashga ko'chishga tashabbus qilgan edim. Lekin u tashabbusning biror tijoratchining qulqiga kirgan yoki kirmaganligini ko'rish nisb bo'lmay turibla, Amerikaga o'qishga chiqib ketib qoldim. Uchur texnikasining yarashariy xarakterli qo'llanishga yuzlanishi bizda chet elda yashayotgan, ammo qalbi har doim vatanda bo'ladigan kishilarni xalqimiz bilan aloqa bog'lash, ularning turmush ahvolini intilish ham qiziqishlarini tushunish, jumladan ijtimoiy va iqtisodiy sohalardagi qimmat qarashlarini bilish imkoniyatiga ega qildi. Aradan 10 necha yil o'tgandan keyingi kuzatishimga asoslanganda, Uyg'ur jamiyatida egilikning har qaysi sohalari yoki kasblar bo'yicha qaramoqqa zamonaviylashgan, ammo zamonaviy korxona bo'lishning shartlarini yetarli hozirlamagan
nurg'un korxonalar va shirkatlar qurilibdi. Shundaqdimi? Men kishilarimizdagi bu xil igilik tiklash tirishchanliklaridan so'yindim. Chunki olti kaptarning hammasi mo'llaqcha chiqmaydiganligiga o'xshash, bu korxonalarning hammasining zamonaviy bo'lib ketishi natayin. Ammo men yillar burun ko'rgan ahvolga solishtirganda bu sohada cho'ng ilgirlash bo'lganligini ko'rib yetish tas emas. Agar strategik igilik tiklash tafakkuri bilan ish tutadigan kapitali mo'l, kallasi ochiq bir turkum korxonchilarimiz sistemlik zamonaviy korxona boshqarish ilmlari bilan qurollantirilsa, shuning bilan birga tijorat yo'linishi xalqaro bozorga yuzlansa, Uyg'urlardanmi dunyoviy korxonachilarning chiqish ehtimolligi yuqori bo'ladi. Men bu ishlarga zo'r umid bilan boqqan edim. Afsus, ming afsus. Endi gullanishga boshlagan Uyg'ur korxonachilarga shuk tegdi. Ularning emgak mevallari butunlay tortib olindi. Bugun ularning qanchasi Xitoyning zulmatli lagerlarida azob chekyapti, qanchasi majburiy emgak qilinayotdi. U bizga noma'lum. Ammo qismatlar bir kuni cho'qim aniqlanib oshkorlanadi. Bir odamga sovuq tekkuni uchun men nimjon bo'lib qoldim deb titrab o'rin tutib yotsa, uning halokati tizilishidi. Zulmatga uchragan bir xalq hargizmi o'zini tashlab etmasligi, bo'libmi kelgusiga bo'lgan umidini hargiz uzib etmasligi. Xuddi bemor bahor kelganda cho'qim saqayib ketaman, kuchlanaman, put-qo'limga mag'dur kiradi, tog' bag'rida yugurab o'ynayman degan umidni o'rnidan turish kerak. Tariximizdagi bu eng qiyin kunlarga duch kelayotgan paytda cho'qim aqlimizni ishlatib, g'ururimizni, izzat, hurmatimizni qo'g'dug'idek kuch va huquqqa ega bo'lishga tirishishimiz kerak. Bir mo'zdozning o'zi biladigan o'tik tikish hunari ham kasbiy siri bo'ladi. Shunga menmi o'zimning sohasida mundaq bir tasavvurni qilib beqyapman. Amerika, Kanada, Yaponiya va Yevropadagi taraqqiy qilgan allarda tabiiy fanning har qaysi sohalari bo'yicha doktorlikni elib, davlatlik tadqiqot tajribaxonalarida va xususiy shirkatlarda ishlayotgan olim tadqiqotchilarimiz xeli ko'payib qoldi. Ularning shu davlatlarning fan texnika taraqqiyotiga to'p qo'shayotganligida shak yo'q. Sanoatlashgan va demokratik allardagi dunyoviy to'g'ri tadqiqot shirkatlari ishlayotgan tadqiqotlarimiz ham xeli ko'p. Hatto bizning Uyg'ur tibobatimizning tadqiqotchi bo'yicha to'lgan tadqiqotchi olimlarimizning xeli bor. Bu kishilarimiz bilan yuragida millat sevgisi va bu dunyoning hamma qiziqchiliklari bilan qiyinchiliklarni ko'rib chiqqan mablag'i zo'r bir turkum korxonchilarimiz birlashib, tadqiqot, ishlab chiqarish, bozor ichish va setish qatorliqlar sistemalik bo'lgan, zamonaviy shaklda boshqarilgan pay hassadorlik shirkati qursa, intayin yaxshi bir boshlanish bo'ladi deb qarayman. Ya'ni bir asr burun qurilgan Akku Musabayiblar shirkatining davrimizdagi nusxasini qurib chiqib, musha sohadagi olim tadqiqotchilarimizni o'zaro birlashtirsa, bu kishilarimiz ajdodlarimizning milliy tibobat qomuslarini ilgirlab tadqiq qilib, uni o'zlari o'rgangan zamonaviy fanniy bilim ham o'zlari amaliyot jarayonida takomillashtirgan tadqiqot metodi, tajribasi bilan birlashtirib, Uyg'ur shifo markalik dunyoviy dori mahsulotini barliq keltirsa, shirkatning qarmidagi zavodlar bularni turkumlab ishlab, dunyo sog'lomlik bozoriga solsa, ham bir necha yildan keyin bu shirkatni xalqaralashtirsa, ya'ni pay chekini New Yorkning Wall ko'chasida tarqatalaydigan, dunyoning kapital bozoridan milliardlab mablag' yig'alaydigan va qo'yniga yig'alaganni xalqning qo'nchig'i to'kalaydigan dunyoviy Uyg'ur shirkati bo'lsa, naqadar mukammal bir ish bo'lgan bo'ladi. Har qanday büyük ish ma'lum bir orzu va g'oya bilan boshlanadi. Shivi qadridek oydin kechada osmondan to'kka tushib qolgan omadlar faqatla mo'jizadan iboratdir. Plansiz va mehnatsiz tuyuqsiz kelib qolgan talay tushimizda, xiyolimizda yoki rivoyat cho'chaklardala mumkin xolos. Mo'shunchalik orzu armonimizmi bo'lmasa, bak umidsiz xalq bo'lib qolamiz. Shunga biz mavjud vaziyatimizga qarab ma'yuslanmay, o'zimizning ahvolini yaxshilash uchun tirishadigan ijobiy kuchlardan bo'lishimiz kerak. Shunday ekan, bizning ichimizdagi mo'shundaq niyat ham imkoniyatdagi kishilar chaqnishi kerak. Ularni saf niyatimiz, samimiy ko'nglimiz, hurmat va muhabbatimiz bilan qo'llab-quvvatlashimiz lozim. Aniqroq qilib aytganda, puli barlar, bilimi barlarni taklif qilsin va bilimga mablag' solsin.
millat va xalqparvarlik tuyg'usi kuchli kishilarimiz bir yoqidan bosh, bir yangdan qo'l chiqarib, jon pidoliq bilan tirishsin. Oliy maktablarni bitirgan yoshlarimizni ish qilayli. Ish qilishdan burun qo'yilgan talab Uyg'ur tilini yaxshi bilish bo'lsin. Agar terikchilik yo'lini Uyg'ur tiliga bog'lab qo'ysangiz, yatlarmi sizning tilingizni o'rganib, oldingizga xizmat so'rab keladi. Agar mablag'ingiz mo'l, xalqaroliq korxonchi bo'lsangiz, haqdan qarz olib qo'ygani uchun beshimizga ig'ir kun tushganda sizni tonimas bo'lib olgan, qo'yrg'ini xadi qilib yuzi o'rib qochgan saxta, ko'r ham saxta gachalar sizni davlatga mablag' silishga iltijo qilib, siz bilan bo'lgan tarixiy, diniy ham madaniyat bog'lanishini bahona qilib, sizning oldingizda bulbuldan so'zlab paydo bo'ladi. O'zimizni isloh qilib yaxshilash, amaliyotchan ham harakatchan, ishchan ham samimiy bo'lish orqali dunyo sahnasida chaqnash va kuchlanish hozirgi zamonda zolimni yengib, zulmni yo'qotishdagi eng yaxshi qo'ral. Bu muqaddas g'oyaning ijrochilari bizning chaqnagan yulduzlarimiz. Dal xalqimizning qadrini rostlash uchun fedakorlik bilan tirishayotgan fan texnika olimlarimiz, millatso'yar mard korxonchilarimizdir. 2020 yılı noyabr Amerika Boston.